olduğunu şimdi. Uylamanam ki. Mayli. Davom ettiramiz. Ishga yetsa, afsuski yo'q. Uyga qaytib borishim kerak, narsalarni keyin qaytarib olish tezroq. Qani o'zi kerak. Mol tezroq tezroq borishimiz kerak. Voy bolalar, salga olishim, salga qo'sh. Voy, jon tegdi. Hozir. Hozir o'zi ham shunaqa qiyin bo'lyapti bolalar. Podpiska like bosib qo'ymasalar hozir YouTube qilishimiz juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun podpiska like obuna qo'yinglar. Iltimos, bizga juda ham katta motivatsiya beradi bu. Mana hozir kalab qilyapmiz. Подписывайтесь на канал братишни. Еще немножко и нас 50 человек будет. Очень благодарен за 42. Ну, 50 это красиво. Это уровень называется. Ладно, давайте. Я вам верю. Так поставим, ну тогда. Потому что вот так будет. Вот. Факел, ну все. Мы бесконечный свет теперь. О, это кто? Can kim oldu yine? Can hiç anlamıyor muydu? Can kılıç çıkarıp koyuyor. Что это? Комнату скучай. Да, oyunu sen gidişit mi bakılsın? Bu yerde vaxtını çayıp biz. Bu oyunu hareketler okuyormuş için. Like abone. O uçmuyor toplayıp. İkinci kısım çıktı hop. Üçüncü kısım çıkışıga işte like yok abone. 50'te просмотрдан ko'proq olsanglar уже zo'r bo'ladi. Motivatsion video bo'ladi. Ko'p qism chiqaramiz unda podpiska olsanglar. Abone bo'lsanglar ko'p video chiqaramiz. Mana. O'lgan yaxshi narsalarni hisob qo'yib. Ne qo'yamiz? Bilan qo'yib chiqay. Mana o'zim kuchuklarni olib kelib qo'ydim. Endi biz bilan shu yerda yashaydi. Bunaqa qismga like bosib qo'ymasangiz arziydi uni chiqarish. Ko'rib berasizmi? Endi bu narsa katta tasvirlar bo'lsin. Yetsa kerak. Ketdi. Bunday xiyonatdir. Bo'lik. İkinci seçmiş uçağımızı bunday böyle takım koyamiz. Yani sal gün ketdik zo'r bo'ladi. Sen daraxt olib boshlasang o'zana ko'raman. Tapor.
Mana shu küçük joy uchun like bosib qo'yinglar. Iltimos. Bo'ldi, endi yana daraxt yig'ishimiz shart. Daraxt yig'sak keyin uchinchi tashlayapmiz. Mana shaxmiz qilyapti. Tutacağımız yüzümüz bilan like bosib qo'yinglar. Kanalimga obuna bo'lganmisan, Shahnoza? Albattami? Bo'ldi. Ishondim. Ana endi uyga qaytib olsak ham bo'ladi. Ana endi mazza qilib ikkinchi tashlasak boshlasak bo'laveradi. Ko'rishmoqchisiz. Bayramlar qanday o'tdi, obunachilarim? Yaxshimi? Shahnoza, qanday o'tdi bayramlar? Juda zo'r. Qanday o'tkazyapsan? A'lomi? Juda a'lo. Faqat shunday bo'lsin. Obunachilarim, iltimos tezroq shu 50 ta qilaylik o'zimizda. 50 ta bo'lsa-yu qanaqa katta bo'lishimizni. Qanchalik katta ekanligini bilmaslik. Xayr, 3-qismni ko'rishamiz, davay.